Mana o'sha O'zbekistonda yagona bo'lgan navbatdagi so'rimiz tayyor bo'lgan. Bu so'rimizda 3 metrga 2,5 metr qilib yasab berganmiz. Stoykalari 10 ga 10, 1.8 qalinlikda bo'ladi. So'nadigan joylari 10 ga 5, 1.8 qalinlikda. Mana bu ichlariga 5 ga 3, 1.8 qalinlikda lazer g'ishlislarda ishlatib berganmiz. Bu listimiz qalinligi 1.5 stenkada. Soqqochalari ham o'zlariga yarashgan. Stoykalari 10 ga 10 bo'lgan. Mana bu joylarga nerjivkadan foydalanib berganmiz. Tilla rangida. Mana operator bitta yaqinroq ko'rsatib o'tib ketsangiz o'zlaring bahosini berib o'tib ketasizlar. Stoykalarning tepasiga alohida o'sha shohona tagliklardan, tepalaklardan qo'yib berganmiz. Oldilariga mana 16 santimetrli o'sha balkalardan qo'yib, 3 ta balka bo'lgan, 3 ta temir balka, 3 ta yog'och balka bo'lgan. Mana bu joylarni o'sha bezaklarni berib, tunka bezaklarni berganmiz. Bu so'rimizning opsiya narxlari 7 million 200 ming bo'ladi. Vodiy va Toshkent bo'ylab dastlabki ustunovkalarni ichida qilib beramiz. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holatda bo'ladi. Bu so'rimizda yuradigan qilib yasab berganmiz. Mana bu tarafida shunday ko'tarib turib yursa bo'ladi. Boshqa joylarga g'ildiragini ham tanishtirib o'tsangiz, g'ildiragi mana o'sha haliga yumshog'idan bo'ladi. Masalan, do'qirda, shibonkada, xullas, liboy joyda muzda ham sirpanaveradi. Bittadan like chani bosamiz.